Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, YouTube tomoshabinlari. Ekinlarni ichiga ishlov berish uchun, yumshatish uchun Gusuni Sali motobloglarimizda ikki xil variantda benzinli hamda solarkali variantidan sotuvga yetib keldi. Kimga shunaqa ishonchli, sifatli Gusuni motobloglardan kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran usti nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, kampiligida nimalari bor, dastavka bormi yo'qmi to'lig'ini tushuntirib, ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Kentaur brendiga tegishli benzinli Gusuni motoblogimizni tanishtirib o'tib ketaman. Motorlari 170 ot kuchiga ega. Rasxodlari soatiga 600 gram yarim litr benzin rasxod qiladi. O'zining kampiligida 5 xil nasatkalari, selkasi, legirovka bo'ladigan puligi, chizili, agat ochadigan hamda grabillari mana kampilik holatda qo'shib beriladi. Benzinlida ham shu 5 xil, solarkaliga ham 5 xil nasatkalari kampilik holatda bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Skoruslari oldinga ikkita skorusi hamda zatni skoruslari bor. Skorga urib turib gaz bossalaring, o'zi avtomatik yuraveradi akalar. Seplari chugundan mana ko'rishlaring mumkin. Buncha-bunchaga buksavot qilib bo'lmaydi. Ekinlarchiga ishlov bergani juda qulay, zo'r variantda akalar. Xo'sh, keyingi tanishtiradiganimiz solarkali 173 motorlar bilan jihozlangan Gusuni motoblogimiz. Aytib o'tganimizda ikkalasini ham komplektda 5 xil nasatkalari bor, ishlashlari, vazifalari bir xil. Kimga benzinli, kimga solarkali qulay bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qilishlari mumkin. 12 ta viloyatga chiroyli narxlarda yetkazib beramiz akalar. Murojaat qilaverasizlar. Yanada to'liq ma'lumotni telefon orqali so'rab olishlari mumkin.